Mana bu qo'limda turgan narsa kubik Rubik. Bu narsani ko'pchilik biladi. Bilmagan odam bo'lmasa kerak menimcha. Buni trading sohasiga nima aloqasi bor desanglar, trading sohasida disiplina, ya'ni qat'iyat birinchi o'rinda turadi va mana shu qat'iyatni mana shu oddiygina o'yinchoqdan olishingiz mumkin desam, ishonmasliginglar mumkin. Lekin aynan trading sohasida mana statistika bor, bilasizlarmi? 98% odam mag'lubiyat bo'ladi, ya'ni bu sohada daromad qila olmasdan chiqib ketadi. Aynan 2% insonlar bo'lsa, bu sohada oxirigacha boradi va muvaffaqiyatga erishadi. Aynan trading sohasidagi bu statistika xuddi kubik Rubikni tuzishni biladigan insonlar statistikasiga o'xshab ketadi. Ya'ni dunyo bo'yicha aytaylik 2% insonlar kubik Rubik tuzishni bilar ekan. Va mana shu statistikaga ko'pchilik o'zicha kira olmayman deb o'ylaydi. Men ham mana shular qatorida edim. Ya'ni statistikaga kira olmasam kerak, bu kubik Rubikni tuzish matematik formulalar bor, ya'ni aqlim yetmasa kerak deb yurardim. Chunki matematikadan tan olaman, unaqa kuchli bo'lmaganman. Va o'sha sababli ham kubikni tuzishim mumkin emas deb o'ylardim. Hozir mana o'sha statistikani buzishga harakat qilamiz. Agar gaplashish mana shu podkast tugashi davomida mana shu tuza olsam, demak, bu statistikaga kiraman va aynan sizlar ham mana shu o'zinglar uchun mana shu trading sohasida disiplina qilib statistikaga kira olasizlar va o'zinglar mana shu yo'nalishda pul topib ketishinglarga bitta turtki bo'lsin deb bu narsani yozyapman. Ham kubik Rubik tuzaman, ham sizlar bilan shu trading sohasi haqida gaplashamiz. Aynan bu sohaga kirgan ko'pchilik insonlar zararda yurishi mumkin va ko'pchilikda birinchi miyasiga keladigan narsa, birinchi o'sha pulimni qanaqa qilib qaytarib olaman. Endi o'sha yo'qotgan pullarimni qanaqa qilib qaytarib olaman? Minus qildim, qaytarib ola olmasam kerak yoki bu pulni topish uchun necha yil ishlashim kerak, necha oy ishlashim kerak degan narsa o'tadi. Bu bitta sizda emas, ko'pchilik insonlarda bo'ladi bunaqa holat. Hamma, sizni ustozingiz ham, siz ham, men ham mana shu etapdan o'tishimiz kerak. Ya'ni odam har bitta zo'r bo'lib ketishi kerak bo'lgan odam avvalambor birinchi bir yamaga tushib ko'rish kerak. O'sha yamadan chiqib ketgan inson dalishga harakat qilsa, bu sohada zo'r natijalar qilsa bo'ladi. Trading sohasida ko'pchilik o'rganadi, harakat qiladi o'rganishga, lekin savdo qilishga qo'rqadi. Zelka ochishga, o'sha bitim amalga oshirib, o'sha zelkasi foydaga chiqishidan qo'rqadi yoki zarar kirib ketishidan qo'rqadi, bilmayman. Aslida bu narsa bir tarafdan yaxshi, ikkinchi tarafdan yomon. Chunki qo'rqmaslik kerak. O'sha bitta yo'nalishni o'rganib, savdo qilib, shu yo'nalishda ishlayman desangiz, birinchi o'rinda qo'rqmaslik kerak. Qo'rqmaslik uchun siz bu yo'nalishda mutaxassis bo'lishingiz kerak. Mutaxassis bo'lish uchun bu yo'nalishda ko'p minuslar qilish kerak, ko'p zararlarga kirish kerak, ko'p xatolar qilib, o'sha xatolarni tuzatish kerak. Hammasi ko'ryapsizlar, bir-biriga qanaqadir chambarchas, bir-biri bilan uzviy bog'liq. O'shaning uchun yo'nalishga kirdingizmi, qo'rqmang, xatolar qiling, xatolar ustida ishlang, xatolar ustida ishlab, o'zi xatolaringizni, birovning xatosi emas. Mana ko'pchilik odam yana bitta joyda adashadi, signal kanallarga ulanishadi yoki kimgadir pul beradi. O'sha ular pulni selif qilib qo'ysa yoki uni signali orqali minus qilib qo'yadigan bo'lsa, aybni o'zidan qidirmaydi, aybni ulardan qidirmaydi. Men bu unaqa ekan, men bu ahmoq ekan, bunga ishondim, o'zim minus qildim degan narsalar ichidan o'tadi. Aslida ular ahmoq emas. Siz ahmoqsiz. Chunki aqlli odam birovning qilgan xatosidan xulosa chiqaradi. Ahmoq odam o'zini xatosidan, nima deydi? Xullas, aqlli odam o'zini qilgan xatosidan xulosa chiqaradi. Ahmoq odam o'zini xatosidan xulosa chiqarmaydi. Ya'ni harakat qilsa ham. Ma'qul shunaqamidi? O'zingizni xato qilganingizni tan olib, mana chin qo'pol qilib aytaman, chin birov chichib qo'yganini gapirib, uni xatosi orqali men bu xato qilganim uchun zarar kirdim degandan ko'ra, o'zingiz xato qilib, o'sha chichgan voqeangizni o'zingiz tozalab, o'sha xatoyingizni qayta qilmaslikka harakat qilsangiz, bu sizga yo'nalishda tajriba bo'ladi. Misol uchun, men kubik Rubikda ham aytib o'tdim, dunyo bo'yicha nechadir foiz odam tuza olar ekan. Men o'sha narsani formulasini o'rgandim, qat'iyatli bo'ldim, ancha vaqt asabim ketdi buni tuzishni o'rganishga, o'zimcha lekin 1-2 kunda o'rganib oldim. Xullas, aynan mana shu yo'nalishda ham xatolar qilish kerak, xatolar qilgandan keyin o'sha xatolarni ustida ishlash kerak, xato qilmaslikka harakat qilish kerak. Stop loss, bitta stop losslar bu tabiiy hol, hammada bo'ladi. Hamma slif qilgan, ko'pchilik odam men slif qilmaganman bir narsani deyish mumkin, lekin ishonmayman bu narsaga. Chunki xato qilmaganman deydigan odam yo'qda. Hammamiz xato qilamiz, hammamiz xatolar orqali o'rganamiz.
qaysi bolani ko'rgansizlar tug'ilgandan keyin prostatak yurib ketganini. Birinchi emaylashni o'rganadi, o'tirishni o'rganadi, keyin nimalargadir osilib yuradi, keyin mustaqil yuradi. Yurgunicha ham necha marta yiqiladi. Ko'rganmisizlar, mana shu pulni silif qilmaganman degan treyderni men prosta tug'ilgandan onasini qornidan tug'ilib raddomdan yurib chiqib ketganini tasavvur qilaman. Endi bilmayman. Prosta silif qilmagan treyder emas deb bilaman, chunki xato qilmagan odam qanaqa qilib bu yo'nalishda mutaxassis bo'ladi. Silif qilmaganman degan inson yo demo shotda ishlagan bo'ladi yoki silif qilganini tan olmaydi. Yo'nalishda o'zini yarasha qiyinchiliklari o'ziga. Bilmayman qanaqa qilib tushuntirib berish. Prosta mana YouTube'ga mana shu formatda kontentlar qo'yishni boshladim. Trading sohasi bo'yicha bilimlarimni berishi, o'zi bilimimni hech qachon pulga sotadigan inson emasman. Ma'lumotlar berib boraman. YouTube'da ham ko'p darslarim bor. O'sha darslarni sekin-sekinlik bilan ko'paytirishga harakat qilyapman. Qo'llab-quvvatlab tursanglar, mana hayajon bo'lyapti. Endi birinchi video, anchadan beri birinchi video. Harakat qilyapman, xudo xolisa yaxshilashga YouTube'dagi darslarimni keyin qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolisa bundan ham yaxshi videolar chiqarishga harakat qilaman. Hech qachon ko'ngilni cho'ktirmang. Mana shu yo'nalishda 2% qatoriga kirishni xohlasangiz, pastda raqamni qoldirib qo'yaman. Toshkent shahrida biz savdo qilamiz, savdo bitimlarimizni amalga oshiramiz, pul ishlaymiz, komandam bor. Komandamga kirmoqchi bo'lsangiz, keling suhbatga. Biz yaxshi komanda, bizda hamma savdo qiladi, hamma o'zini pulida savdo qiladi. O'sha komanda bilan birgalikda ishlaysiz. Keyin xudo xolisa statistikaga qo'shilishga biz sizga yordam beramiz. Menimcha video mana shunaqa bo'lishi kerak edi. Qisqaroq qilishga harakat qilaman, charchamanglar. Bu video testiy rejimda qo'yilganligi uchun hech narsaga e'tibor bermadim. Na yorug'lik, na atmosfera. Prosta oldim, prosta qo'ydim. Perfeksionizmni yig'ishtirdim. Sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyada nimadir deb yozib ketinglar. Ko'rishamiz.